Agar mahsulotda xalqaro standart bo'lmasa, u hech qachon raqobatbardosh bo'la olmaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Avtomobilsozlik sohasida standartlashtirish bo'yicha 13-sonli texnik qo'mita o'z faoliyatini olib bormoqda. Texnik qo'mita O'zbekiston Standartlar instituti bilan hamkorlikda faoliyat olib boradi. O'zbekiston Standartlar instituti bilan hamkorlikda 2025-yil davomida 40 dan ortiq standartlar milliy standartlari ko'rinishda davlat ro'yxatiga kiritish rejalashtirilgan. Совместно с Институтом по стандартизации проводится обширная работа. Большая работа проводится по внедрению международных стандартов, по гармонизации стандартов Межгосударственного совета. Texnik me'yorlash va standartlashtirish ilmiy tadqiqot instituti standartlar instituti bilan hamkorlikda bazalt va bazalt mahsulotlari davlatlararo texnik qo'mita tashkillashtirilib, mazkur davlatlararo standartlarni ishlab chiqish amaliyotga kiritishda O'zbekiston nomidan kotibiyatni yuritadi. Joriy yilning yakuniga qadar standartlashtirish bo'yicha texnik qo'mitalarning ish rejasiga kiritilgan hamda hukumat topshiriqlari bilan belgilangan yana qariyb 2000 ga yaqin xalqaro va Yevropa standartlarini qabul qilish reja qilib belgilab olingan. So'nggi 8 yilda standartlashtirish sohasida amalga oshirilgan islohotlar nafaqat milliy tizimni xalqaro mezonlarga yaqinlashtirdi, balki tadbirkorlik subyektlari uchun qulay muhit yaratib, mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirishga xizmat qildi.